Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida poytaxtning Sergeli tumanida mana bunday noqonuniy holat aniqlandi. Mulkdor tomonidan ko'p qavatli uyning ostki qismi 2,5 metrga yaqin chuqurlikda kovlangan. Bu esa uyning seysmik barqarorligini keskin xavf ostiga qo'ymoqda. Shu bilan birga uyning yuk ko'taruvchi konstruksiyalari buzilib, yerto'laga noqonuniy tartibda yo'l ochilgan. Bu harakatlar esa binoning mustahkamligini jiddiy ravishda zaiflashtirib, uyning istalgan vaqtda qulab tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Xonadon mulkdori tomonidan noqonuniy tarzda kovlashlari hamda yuk ko'tarish devorlarini buzish holatlari aniqlandi. Bu esa kelgusida uyning seysmik mustahkamlik buzilishiga, uyning yaroqlilik muddatining pasayishiga olib keladi. Holat yuzasidan Toshkent shahar hududiy inspeksiyasi inspektor tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, fuqaroga ko'rsatma beriladi va avvalgi holatiga qaytarish to'g'risida keskin choralar ko'rilishini ma'lum qilamiz. Agarda ushbu holatlar yozma ko'rsatmada belgilangan muddatda o'z holatiga qaytarilmasa, majburiy tartibda bartaraf etish choralari ko'riladi. Noqonuniy ishlar nafaqat moliyaviy, balki inson hayoti uchun ham katta xavf tug'diradi. Har qanday noqonuniy hamda o'zboshimcha harakatlarga keskin ravishda qonuniy tartibda chora ko'riladi.